Bu videoni SMMga va Instagram yuritishga qiziqayotgan hamma ko'rishi shart. Chunki bu kitoblarni O'zbekistonda topa olmaysiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, shu kitoblarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Birinchi kitob Jab 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 Right Hook. Bu kitob xuddi ringga o'xshaydi. Sekin-sekin jab, ya'ni foyda berib, keyin kuchli huk va sotuvni o'rgatadi. Bu kitobni o'qiganingizdan keyin boshqa platformalar sizni tushuna boshlaydi. Ikkinchi kitob Marketing sotsialных сетях. Bu kitob aniq reja asosida post qachon chiqishi, nima yozilishi, auditoriya bilan qanaqa gaplashish kerakligini o'rgatadi. Ya'ni SMM siz uchun bosh og'rig'i bo'lmay qoladi. Uchinchi kitob Contagious. Bu kitob odamlar orasida virusdek tarqaladigan kontentlar qilish, nega odamlar ongidan o'chib ketishini tushuntiradi. Agar bu kitobni o'qib chiqsangiz, sizning kontentlaringizni odamlarni o'zlari reklama qilishni boshlashadi. Sizga qaysi kitob yoqdi? 1, 2, 3 kommentariyada yozib qoldiring. Xohlasangiz hammasini o'zimiz sizga elektron variantini yuboramiz.